2026-yil 1-apreldan boshlab uy-joy va 10 yildan oshmagan avtomobil vositalari uchun to'lov bank orqali amalga oshiradi. Buni tartibi qanaqa bo'ladi? Xaridor bankka murojaat qiladi, ya'ni escrow shot ochish uchun ariza topshiradi. Xo'p, bu arizada nimalar kiritilishi kerak? Oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi to'liq ma'lumotlar, xo'p, sotilayotgan ko'chmas mulk obyekt haqidagi to'liq ma'lumotlar va oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi kelishilgan summa to'liq ko'rsatilishi kerak. Xo'p, bundan keyin ular notariusga murojaat qiladi. Notariusda hamma dokumentlar ko'rib chiqilgandan keyin notarius bankka onlayn ariza yuboradi. Ya'ni escrow shotda pullar mavjud yoki mavjud emasligi haqida. Hamma pul mavjudligi haqidagi ma'lumotni olgandan keyin oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi oldi-sotdi shartnoma amalga oshiriladi va sotuvchiga ushbu pullar shotiga o'tkazib beriladi. Xo'p, buni yaxshi va yomon tomonlari o'ziga yarasha bor. Ya'ni o'zimizga ma'lumki, novostroykalarda, endi qurilayotgan novostroykalarda ko'pchilik pulga uxlab qolgan holatlarni kuzatganmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu tizim haqidagi yaxshi va yomon tomonlarini bilsangiz, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.